Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari. Mini traktor uchun tayyorlantirilgan pritseplarimiz xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Bu pritseplarimiz balonlari Cobalt balon, 20 metr bo'lgan stupitsa diskasi. O'stlarimiz rossiyskiy burovой turbadan. Risollarimiz 9 talik pachka holatda katta pritsepda risollar qo'yilgan. Bu pritseplarimizga silindrli qilib o'ngga chapga ag'daradigan variantda chiqarib beramiz. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. O'zbekistonning barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Bizda dastavka xizmatimiz yo'q, dastavkasi kelishilgan holda bo'ladi. Bu pritseplarimiz razmerlari bittasi 1.80 ga 3 metr, bittasi 1.90 ga 3.5 metr, bittasi 1.70 ga 3.5 metr, bittasi 2 metrga 4.80 bo'lyapti. Mini traktor uchun tayyorlantirilgan pritseplar hammasi. Pritseplarda razmerlari sizlar xohlagan razmerlarda bo'ladi. Zakaz berishlarga bog'liq. Qanday razmer xohlasalar shu razmerda chiqarib beramiz. Pritsepimiz materiallari hammasi konteyner materialdan bo'ladi. Yuk ko'tarishlari 3 tonna, 3.5 tonna balon holatiga qarab yuk bosaverasizlar. Ikkita pritsepimiz Andijon viloyatiga, bitta pritsepimiz Farg'ona viloyatiga, bitta pritsepimiz Samarqand viloyatiga, bitta pritsepimiz Toshkent viloyatiga. Videolarimiz manfaatli bo'lib turgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Keyinroq tarqaladi videolarimiz ham. Pritseplarimizni ertaga ag'darib, yana bir qator videosini chiqarib ko'rsatamiz. Ekranga nomer qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Hammaga omad, charchamanglar. Like esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.